Hammaga salom do'stlar, men ismim Winston va yangi videoga xush kelibsizlar. Men qurol sotuvchiman va bu qishloqda qurol biznes qilmoqchiman. Chunki bu yerda meni yashirib qo'ygan qurollarim bor. Aynan o'yini tagidagi bunker. Janob mer, salom. Salom. Menda senga bir ikkita gap bor. Yo'q, ha. Mayli, yur bu yoqqa gaplashib olamiz. Da, mayli. Nima bo'ldi o'zi? Xullas, bizni qishloqda kim yashasa, shu bir qoidaga amal qilish kerak. Xo'sh, agarodga qarash. Yo'q, ha, sizlarda agorod aniqroq uyda 2 kishi yashagani uchun agorod ham ikkitalik. Yo'q, ha. Hozir qo'shningni chaqirib chiqay. Hey, qanisan? Ha, janob mer. Nima deysiz? Agorod bo'yicha chiqdim. Agorod bo'yichami? Ha. Davay, qo'shning bilan birgalikda ishlaysizlar. Men ozgina charchagandim-da kechasi bilan. Oxramay, nima qilding kechasi bilan? Bu yog'i sizni ishingiz emas. Bo'pti. U taraf seniki, bu taraf esa qo'shningniki. Bo'ldi, tushundim. Davay, ishlanglar. Bo'pti, janob mer. Qo'yir. Davay, omad. Rahmat. Tushunursan. Ha, Crazy jitelь bilan birgalikda ishlashni istamagan bo'lardim. Mayli, hurmatini bilib ichkariga kirib, nima? Pardalar bilan yopib tashlash. Nima uchun? Yo'q, derazalarni tashqariga chiqarib, parda bilan yopib tashlagan. Buni qaranglar, meniki ochiq turibdi, buchi. Yo'q, mayli, o'yin yonida o'ralashib yurmay, aniqrog'i uni tarafida. Bo'pti, kartoshkani terishni boshlaymiz. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Tak, olamiz va endi bu tarafini ham. Men albatta eshitgandim bu qoida haqida, chunki albatta bu yerda avval ham bo'lganman, ammo mana shunday majburlab kelishadi deb o'ylamagandim. Chunki men hali bu qishloqdan ketishimdan avval agorodga qarash haqida, har bir bu yerda yashaydigan odamni agorodi bo'lish kerakligi haqidagi qoida endigina ko'rib chiqilayotgan edi va hech kimni albatta majbur qilishmas edi. Hamma o'zi xohlagan ish bilan shug'ullanardi. Mayli, qani hozir boramizda merga topshirib kelamiz kartoshkalarni va keyin ko'ramiz Crazy jitelь nima qilish mumkin. Janob mer, ha, bo'ldimi? Bo'ldi, mana olishingiz mumkin. 50 tadan oshiq. Bu yaxshi. Bir oydan keyin oylay olasan. Rahmat, qancha bo'ladi? 1 stak izumrud. Nimadir nettomi? Shtatda net tak? Yo'q, hammasi yaxshi. Bo'pti, unda ishingni qilaver, bor. Xo'p, rahmat. Ha, o'ylamagandim fermerlar bu yerda shunchalik kam pul oladi deb. Tushunursan, tezroq qurol do'konini ochmasa bo'lmaydi bu yerda. Mayli, hozir shuni ko'ramiz. O'yini tagiga tushaman. Crazymi? Qayoqdadir ketyapti shekilli. O'tgan safar ham ana shu tarafga ketganda orqasidan kuzata olmagandim, tak. Ha, o'rmon tarafga ketyapti. Qiziq, nimani qidirib yoki qayoqqa? Hozir ko'ramiz. Faqatgina ehtiyot bo'lish kerak va ko'zga ko'rinib qolmasam bo'lgani. Ha, rostdan o'rmon tarafga ketyapti. Qani orqasidan boraylik-chi ozgina. Xo'sh, yo'qolib qoldimi? Bu yerda nima turibdi? O'zi mana bu yerda yurgandek ko'rindi. Ha, chiqyapti va tushunursan. Bu tarafga qarayapti sekin. Bo'ldi do'stlar, bu yerdan tak, tuyog'imizni ishqilatamiz sekin. Tushunursan, bo'ldi. Ko'rmadimi? Ko'rmadigan umiddaman. Ha, kirib ketish shekilli. Mayli. Men o'ylamagandim Crazyni ana u yerda tog'da o'zini bunkeri bor deb. Eshigini ko'rdinglarmi? Haqiqiy lukli bunker eshigi. Bu yomon, chunki agarda uni o'zina shaxsiy bunker bo'ladigan bo'lsa, tak o'yin ichiga kira olmayman. Ko'rmoqchi edim nimalari borligini, nimalarni yashirib pardalar bilan yopib tashlagan ekan. Qani ochaylikchi. Oppa, mebellar. Yo'q, qachon ulgurdi shuncha ishni qilishga? Stol, pardalar. Ha, bularning chiroyliligini tushunursan. Ha, men o'ylagandan ko'ra ancha aqlli va kuchliga o'xshaydi jitelь bo'lishiga qaramasdan. Tak, nima qilishim mumkin? Albatta, qurollarni topish kerak va hozir bunkerga tushishni ayni vaqti. Aynan mana shu daraxt orqali xo'sh hech kim yo'q vaqtida olamiz va bularni qaytarib, bunkerga tushadigan parolli luk joyda turibdi. Hozir esa tushamiz. Bu yerni parolni bilaman. Bor yo'g'i 1488 va qani tushamiz yaxshi. Ha, mana shu bizni bunker edi. Men yotog'im, do'stimniki va yordamchimiz bir jitelniki. Tak, qani nima? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Tushunursan? Yo'q. O'g'irlab ketgan. Nahotki agarda o'yinchi do'stim tirik emas? Bo'ldi, tushunarli kim qilgani bu ishni. Bunkerga tushish umuman eng boshdan befoyda edi. Qanaqasiga ishonishim mumkin edi shuncha vaqtdan beri bu yerda turishiga? Qurollar, tushunursan? Tak, mayli, hozir biror nima o'ylab topamiz. Biror nima qilishimiz kerak, axir men bu yerda qola olmayman. Tushunursan, bo'ldi, tak. Qani chiqamiz va buni endi yopish kerak. Mana bunday va bo'ldi. Yo'q, endi nima qilaman? Tak, uni raqamni bilaman va qo'ng'iroq qilish yaxshi g'oyamikina hozir yoki
Bilmadim, hech axir u qurollar meniki edi. Ha, men jamoa sardori edim. Men esa shunchaki ayirib qo'yishdimi? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Tak, menga hozir ozgina tosh kerak bo'ladi. Tuzoq yasab olishga. Tak, mana shu yerdan olaman vaqtinchalikka. Nima bu yerda sandiq turibdi? Kimni sandig'i? Izumrudlar. Tushunursan. Deyarli 3 stak va qanaqadir ko'mir. Ha, mana bu kutilmagan sovg'a bo'ldi. Tak, buni yopish kerak. Va bo'ldi. Tak, mayli. Hozir qo'ng'iroq qilaman. Xo'sh. Mayli, raqamini teramiz. Tak, 998 va tak. Allo, Mark? Sen tirikmisan? Albatta, sen nima deb o'ylaganding? Men o'ylagandim sen chiqmaysan deb. Chiqdim. Qurollar qani? Ularmi? Ha, men ularni xavfsiz joyga olib borib qo'ydim. Yo'q, ha. Balki qishloqqa kelarsan, men hozir shu yerdaman. Ha, bildim. Boraman, kutib turgin. Davay, tezroq. Uyingning raqami necha edi? 17, hozir 19 bo'lgan. Ha, albatta boraman. Sen xavotir olma, qurollar o'z joyida, xo'pmi? Aha, kutaman lekin. Da, hech qisi yo'q, sen meni kutaver. Bo'ldi. Endi kelsa bo'lgani. Kelgandan keyin esa mendan ko'radi agarda qurollar topilmasa, axir men nima qilaman agar bu yerdagi qurollar bo'lmasa, men bu qishloqda shunchaki yo'q bo'lib ketaman. Men istamayman fermer bo'lib ishlashni. Shularning hammasini olamiz chunki men ham o'zimni uyimga mebel xohlayman. Ha, chunki men Crazydan nima kam joyim bor. Bo'ldi, qani boramizda. Hozir esimda qayerda sotishi, agarda adashmasam topib boraman. Tak, mana arg'imchoqlar. Mana bu yerda qishloqning bo'sh tarafi, mana bu joy bo'lishi kerak. Xo'sh. Oha, salom. Ha, bu yerda sarq kiyimli jitel o'tirardi. Qani u? U chol pensiyaga chiqib ketdi. Men nabirasiman. Yo'q, ha. Qoyil. Qaysini olsam ekan? Tak, mana buni olaman. Aha. Shu menga komplekt kerak bo'ladi. Narxini kelishamiz. Albatta, skidka qilib beraman. Okey. Buni olamiz va yana nima olsam ekan? Menga xolodilnik kerak edi. Xolodilnikni ham arzon qilib berasizmi? Albatta. Xo'sh, mayli, buni ham olamiz va albatta mana bu kravat yoniga qo'yishga joy yo'q-ya, lekin shunchaki oddiy shkaf sifatida ishlatishga bo'ladi-ya. Ha, albatta. Mayli, buni ham olaman. Xo'sh, narxini qancha qilib berasiz? O'zi X takka tortib qoladi, lekin men sizga 1 stak va yana 15 taga beraman. Mayli, unda oling. Mana 1 stakka hozir yetkazib beraman. Tak, mana 15 bo'ldi, ha, va mana 1 stak bo'ldi. Yaxshi, yana kelib turing. Albatta, katta rahmat sizga. Arzimaydi. Xo'sh, qo'yil, lekin juda ham yaxshigina arzon qilib berdi. Yana kelib biror nimalarni olib ketaman to'liq narxiga. Albatta, qurol do'konini ochganimdan keyin. Xo'sh, hozir esa bularni olib borib qo'yib qo'yish kerak. Tushunursan, mana bu boshqa gap. Mana bu rostdan ham boshqa gap. Hech bo'lmasa ertalabdan bittagina yaxshi narsa bo'ldi. Hozir mebellarni bu yerga chiroyli qilib o'rnatishni boshlayman va hayotim o'zgarib ketadi. Tak. Bu yoqqa, bunisini bu yoqqa olamiz va qo'yishni boshlaymiz. Kravatni mana bunday qo'ysak, xolodilnikni yo'q, mana bu verstakni tepaga ko'tarish kerak. Menda zo'r g'oya bor. Xolodilnik bu yoqqa, verstakni bu yoqqa qo'yamiz. Yaxshi. Endi esa tak, shkafni qayerga qo'ysam ekan? Mana bu yergami? Kirib chiqishga qulay albatta, lekin stol va stullarni qayerga qo'yaman? Tak, bu yoqqa va mana bunday qo'ysam yomon emas. Agarda sandiqni tepaga qo'yishim mumkin. O'sha buni olamiz va sandiqni ham sindiramiz, chunki patologgacha hali yana bir blok joy bor. Sandiq bemalol radnoydek turadi. Yaxshi, endi esa mana bu yerda joy ochildi. Bu yoqqa stol va mana bu yerda yotish uchun o'rindiq qo'y, aniqrog'i kravat, o'rindiqlar joyida turibdi. Bu yerga esa shkaf, tak, buni olamiz. Bu yerga mana bu boshqa, mana bu boshqa gap. Mana bu zo'r bo'ldi. Endi esa bu yoqqa shkaf va stul qo'yil, bemalol o'tirish, ishlash mumkin bo'ladi. Bir tarafdan uy juda ham kichkina, ammo juda ham ixcham hamda narsalarni qaranglar qancha sig'ib ketdi. Tepaga hali yana ancha-muncha yashiklar qo'yish mumkin bo'ladi. Yomon emas. Mana bu boshqa gap. Tak, bu yoqqa narsalarni qo'yamiz, tepaga esa keraksizlarini, izumrudlar shu yerda tursin. Bo'ldi. Do'stlar, shunchaki baho berishingiz mumkin kommentariyada qanchalik zo'r chiqqaniga. Men esa ana o'sha jitilni kutaman va qurollar qaytara olaman degan. Nima? Tak. Qanisan? Jitil. Do'stim, yaqinlashma menga. Qurollar qayerdaligini ayt. Uyga nima qildi? Nima qilibdi uyga? Ana u kimning eshigi? Ana o tarafdagi. Meni yangi ishchim. Yo'q, xo'sh, qurollar qani? Yur, ko'rsataman. Mengacha ish topiladimi? Yo'q, topilmaydi. Axir men qurollaringni xavfsiz joyga qo'ygandim. Mana bu yerda. Qayerda? Mernoyin tagida. Nima? Eng xavfsiz joy edi. Eng xavfsiz joy, ha? Tushunursan. Endi nima qilaman? Bilmadim, men qolgan qismini topib kelaman. Portlovchi qurollarni o'zingni uyingga olib boraman. Kechroq, xo'pmi? Kutaman. Tushunursan. Unutib qo'yma-ya. Yo'q, menga ishonishing mumkin. Men esa Mernoy bilan shug'ullanaman. Davay. Tushunursan. Demak, qurollarning bir qismi Mernoyin tagida, portlaydiganlari esa, ya'ni granatalar, bazukalar haqida gapiryapti.
Tushunarli. Lekin bizda adashmasam RPG ham bor edi. Bu esa hozir Minecraft qonunlari bo'yicha eng taqiqlangan qurollardan biri. Bazuka bu oddiyroq narsa, RPG esa bizda kuchaytirilgan edi. Ya'ni nima deb tushuntirsam ekan? Xullas, olib kelganda hammasini ko'rsataman. Xullas, do'stlar, men hozirgina telefonda gaplashdim Mark bilan. Ana bu jitelni ismi Mark, если что, aytdiki, qurollarni уже olib kelyapti ekan, topibdi ko'milgan joydan. Men esa hozir merning uyiga boraman va o'sha yerdan o'zimni bir qismimni olaman. Tak. Mer umid qilamanki, uxlab yotibdi va ortiqcha muammo tug'dirmaydi. Tak, qani? Ha, yotibdi. Yaxshi, xurrak yotib. Endi esa mana bu yerdan kiramiz. Eshikni buzmagan ma'qul. Xo'sh, qani? Bo'ldi. Tak. Uxlayaptimi aniq? Ha, yotibdi. Qimirlamasdan yotibdi. Yaxshi, do'stlar, ayni vaqti pastga tushamiz. Qimirlamayaptimi? Yotibdi, ha, bo'ldi. Ichim qizib ketyapti, chunki agar qo'lga tushadigan bo'lsam, merni bir yoqlik qilishga to'g'ri keladi. Men esa bu ishni qilgim kelmayapti. Bo'ldi. Pastga tushamiz. Tak, qani? Kovlaymiz va hoppa. Chin ursin. Chiqdi. Chin ursin, ha, pastga tushish. Xo'sh, bu yerni yopishimiz kerak. Mana bunday va bo'ldi. Yo-moy, do'stlar, ishongim kelmayapti. Nahotki topdik. Ha, safe va chin ursin. Magazin. AK-15 ha, qurollar joyida, magazinlar joyida. Endi esa qurollarni o'zini olishimiz qoldi xolos.